1-iyun butun dunyoda bolalarga mehr, e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu sana bizga bolalarning baxtli hayoti, sog'lom ulg'ayishi va sifatli ta'lim olishi qanchalik muhim ekanini yana bir bor eslatadi. Zero, bolalar xalqning ertangi kuni, yurtning kelajagi va eng katta boyligidir. Har bir bolaning kulgusi hayotning eng go'zal ohangi. Ularning beg'ubor qalbi, shirin orzulari va samimiy quvonchi dunyoni yanada mehribon va yorug' qiladi. Shu sababli bolalarni asrash, ularning huquqlarini himoya qilish, mehr va e'tibor bilan ulg'aytirish har birimizning muqaddas burchimizdir. Bugungi kunda yurtimizda bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularning zamonaviy bilim olishi, sport va san'at bilan shug'ullanishi, iste'dodini rivojlantirishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi maktablar, bog'chalar, sport majmualari, kutubxonalar va ijod markazlari bunyod etilib, yosh avlodning barkamol inson bo'lib voyaga yetishi uchun katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki kelajak taraqqiyoti bugungi yoshlarning bilimiga, tarbiyasiga va ma'naviyatiga bog'liqdir. Aziz bolajonlar, sizlarni 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Sizlarga mustahkam sog'lik, cheksiz quvonch, porloq kelajak va yutuqlar tilaymiz. Har doim ilm olishdan charchamang. Orzularingiz sari dadil qadam tashlang. Sizning baxtli bolaligingiz bizning eng katta quvonchimizdir. Unutmang, siz yangi O'zbekistonning kelajagi, xalqimizning ishonchi va faxrisiz. Sizning baxtli kulgingiz eng katta boyligimizdir. Ilm o'rganing, kitob mutolaa qiling, yurtimiz ravnaqi uchun intiling va doimo ezgu inson bo'lib kamol toping.